Hurmatli fermer akalar, g'alla ekish mavsumi boshlandi. Bilasizmi nega budoyingiz hosildorligi oshmaydi? Videoni oxirigacha ko'ring, men sizlarga barchasini tushuntirib beraman. Budoy hosildorligining kamayishining asosiy sabablaridan biri ekilgan urug'ning unib chiqish tekisligini buzilishida bo'ladi. Bitta urug' tuproq ustida qolib ketsa, ikkinchisi esa juda chuqurga tushib ketsa, bu nima degan? Buni natijasida notekis o'sish paydo bo'ladi, unumdorlik pasayadi. Yana bir asosiy muammolardan biri urug'ning yarmi chirib ketadi yoki qushlar maza qilib yeb ketadi. Bu jarayonlar bevosita hosilning kamayishiga olib keladi. Aynan shu muammolarni oldini olish uchun maxsus ishlab chiqarilgan urug'ni bir xil tekislikda va bir xil chuqurlikda ekadigan professional selkalarimiz yetib keldi. Bu selkalarimiz butun dunyoda o'z samarasini isbotlab bo'lgan. Siz ekkan urug' deyarli hammasi unib chiqadi. Undan tashqari ekayotgan urug'ingiz tejaladi va o'zingiz bilmagan holatda natija ham ancha oshadi. Zamondan orqada qolmang. Yangi zamonaviy texnikadan foydalanib, hosilingizni isrof qilib, pulingizni yo'qotmang. Selkalarimiz maxsus Turkiyaning Uzduken kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Balonlari ham professional, ingichka emas. Katta dalalarda bemalol harakatlana oladi. Yetmaganiga orqasida ochar ochadiganlarigacha bor. Maxsus sizlar uchun maslahatim, shoshilib qolinglar. Bu selkalarimiz soni cheklangan.